ko'z yoshlariga ishondim, kiberxavfsizligiga borib tagiga yetaman dedim. Lekin agar tegasan bo'lib chiqsang dedim, mendan xafa bo'lmadim. Agar sanmas boshqasi bo'lib chiqsa dedim, u ham mendan xafa bo'lmasin. Endi buni dedim bizga ichki ishlar xodimi qolganiga oydinlik kiritishga yordam beradi deb o'sha yerda men kelishib oldim. Lekin bo'lgan voqeani sizga aytmayman. Bu hech qanaqa PR emasdi. Men qo'limda katta faktim bo'lmasa, men hech qachon borib unga otilmayman. Kimdir gapirib turib ham sani shunaqa dedi desa, men uni gapiga ishonib borib, unga otilmayman. Men qachonki og'zidan quloqim bilan eshitaman, ana o'shanda borib gapiraman. Men shu kungacha jim keldim. Nimani bilsam ham jim keldim. Yo, men og'zimdan bittanglar o'sha ajralib ketgan klubim haqida yomon gap eshitdinglarmi? Даже istoriyaga chiqib faqatgina Alini qilgan ishini gapirdim. Men qolganlarni teba qilmadim. Qolganlarni mendan so'rayapsizlar, qizlar, so'ramanglar qizlar deb ham gapirganim yo'q. Tushunasizlarmi? Bir ikkita